Wildberries kompaniyasi Rossiyadagi logistik markazlari Ukraina dronlari nishoniga aylanayotgani fonida qo'shni Qozog'istondan ombor qidirmoqda. Kommersant nashrining ko'chmas mulk bozoridagi manbalarga ko'ra, Marketplace bu orqali o'z quvvatlarining bir qismini dronlardan himoyalashni xohlamoqda. Manbalarga ko'ra, Wildberries Qozog'istondagi barcha bo'sh turgan yirik omborlarni olishga tayyor. Wildberries Rossiyaning o'zida ham yangi omborlar qidirmoqda, ammo bo'sh omborlar egalari dronlar hujumi xavfi tufayli Wildberries bilan yangi ijara shartnomalari tuzishni istamayapti. Ukraina 18-iyuldan buyon Wildberriesning logistik markazlari va omborlariga davomli zarbalar berib kelmoqda. Dastlab Moskva va Tambov oblastlariga eng yirik logistik markazlar yoqib yuborilgandi. Keyingi kunlarda kompaniyaning Krasnodar va Stavropol o'lkasida, Leningrad oblasti va Peterburg, Voronezh, Rizan, shuningdek anneksiya qilingan Qrimdagi omborlari zarba ostida qoldi. 30-iyulga o'tar kechasi va tongda Penza oblasti va Udmurtiyadagi omborlar hujumga uchradi.